Assalomu alaykum. Hop, keyingi tanish keyingi platformamiz eAuction.uz platformamiz bo'ladi. Hozir bu platforma haqida qo'shimcha ma'lumotlar, ya'ni imkoniyatlari haqida gapirib o'taman. Bu eAuction.uz platforma, ya'ni aksiya bilan bog'liq bo'lgan ya'ni onlayn platforma hisoblanadi. Hop, buni keladigan bo'lsak, ya'ni bo'limlari mavjud. Birinchisi lotlar, ikkinchisi yordam, ya'ni shu shaxs, jismoniy yoki yuridik shaxslarga tomonidan qiziqtirgan savollar uchun javoblar tashkil etilgan. Keyingisi savdo haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Keyingisi preferensiyalar, keyingisi interaktiv xizmatlar, bular ichiga bayonnoma tekshirish, ijara shartnomasini tekshirish, kald parolni olish, loginni aniqlash va hokazo. Keyingisi korporativ boshqaruv. Korporativ boshqaruv ham jamiyat haqida yoki ochiq ma'lumot jamiyat haqida. Keyingisi yangiliklar va bog'lanish. Ya'ni bu portal yoki bu portal bilan, ya'ni aksiya bilan bog'liq boshqa ilovalar ham mavjud, yoki kol markaziga telefon qilish orqali ham biz ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Bu yerda manzillar keltirib o'tilgan: Toshkent shahar, Mirobod tumani, Amir Temur shoh ko'chasi 6-uy. Email, pochtasi ham mavjud. Telefon raqami 71 202 10. Bog'lanish vaqti dushanbadan jumagacha soat 9 dan 18:00 gacha. Keyingi bo'lim davlat aktivlari, ya'ni davlat tomonidan aktivlar tashkil etilgan. Masalan, davlat ulushi, davlat obyekti tanlov, davlat ulushi tanlov, alohida shartlar asosida sotilgan davlat aktivlari, davlat obyekti, yirik davlat aktivlari, O'zbekneftgaz va hokazolarni tashkil etadi. Keyingi bo'limimiz davlat mulkini ijaraga berish. Davlat mulkini ijaraga berish quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Davlat mulkini ijaraga berish, madaniy meros obyektlarini hunarmandlarga ijaraga berish, davlat mulki ijarasi va hokazolarni tashkil etadi. Keyingisi Xalq-Chel IPO. Va keyingisi Ugam River. Ugam River turistik majmuasi. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi. Ya'ni investitsiya kiritish bo'yicha shartnoma tuzish huquqi, investitsiya kiritish bo'yicha shartnoma tuzish huquqi. Quyidagicha ko'rinishga ega va hokazolarni o'z ichiga oladi. Keyingi bo'lim, ya'ni faoliyat qo'shimcha, ya'ni turlar bo'yicha aksiyalarni shu yerda ko'rishimiz mumkin. Hozirda bu yerda yer uchastkalari uchun aksiyalar mavjud emas deb ko'rsatib o'tilgan. Hop, keyingi platforma qanday ro'yxatdan o'tiladi? Platformada eAuction dan ro'yxatdan o'tish uchun platformaning bosh sahifasidagi ro'yxatdan o'tish tugmasini bosish orqali ro'yxatdan o'tiladi. Batafsil ma'lumot keltirib o'tilgan. Keyingisi shaxsiy hisob qanday to'ldiriladi? eAuction esimida shaxsiy hisob raqam to'ldirish, shaxsiy kabinет orqali hisobni to'ldirish yoki yordam bo'limida batafsil tanishish mumkin. Keyingisi shaxsiy hisobdan pul qanday qaytariladi? Lotga qanday ariza beriladi? G'oliblik bayonnomasi qanday tekshiriladi? Loginimni qanday aniqlasam bo'ladi? Loginimni qanday o'zgartirsam bo'ladi? Parolimni qanday tiklasam bo'ladi? Kabi savollarga javob berib o'tilgan. Hozirda joriy aksionlar 0 tani tashkil etadi, ya'ni statistikalar ham berib boriladi. O'tkaziladigan 148.464 tani, yakunlangan 13.743.786 tani, barcha aksionlar 14.040.714 tani tashkil etadi. Bu sayt bo'yicha barcha yangiliklarni ko'rishimiz mumkin va video kontentlar ham berilgan.
Hududlar kesimida ham biz statistikalarni ko'rishimiz mumkin. Barcha qurilmalar uchun iOS sistemasida va Android sistemasida ham ishlovchi barcha qurilmalar uchun bu platformaning ilovalari mavjud. To'lov usullari Plum, Click, PayMe, Paynet va Onson ilovalar orqali ham biz to'lov usulini amalga oshirishimiz mumkin. Telegram, Facebook, Instagram va Twitterda o'z kanal va guruhlari mavjud. Raqamlar 71 kodi bilan 202 21 11 raqamiga qo'ng'iroq qilishimiz mumkin.